Assalomu alaykum, aziz qarindoshlarım. Kitap o'qish munbiri Avlodlar to'rbetiga xush keldingiz. Men Mihray Rahman. Kitap o'qish munbirimiz bu muborak oy, ya'ni payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning tug'ilgan iyida mushtarlarimizning diqqatiga ustoz Muhammad Yusuf apandining Din va hayot 2000 savolga javob degan asarni sunishni niyat qildik. Chunki bu asar ustoz Muhammad Yusuf apandining 40 yillik amgigining javhiri. Demak, bu asarni o'qish orqali biz islom dinimizdagi biz izlanayotgan nurg'un savollarga javob topa olamiz. Shu vajidan kitob o'qish munbirimiz nomidan ustoz Muhammad Yusuf apandining bu asarni o'qib tarqitishga ijozat berganiga rahmat aytamiz. Va ustoz Muhammad Yusuf apandimga Allohning rahmatini tilaymiz. Xo'sh, undaq bo'lsa kitobimizning, ya'ni birinchi bo'limi bo'lgan e'tiqod qismini boshlaymiz. Bo'limni boshlashdan burun izohat, bu asar ikki qismdan tarkib topgan. Birinchi qism jami 5 bo'limni o'z ichiga olgan, ikkinchi qism 6 bo'limdan toki 13 bo'limgacha. Demak, jami 13 bo'lim. Birinchi bo'lim e'tiqodga munosabatlik masalalar. Din va dinlarning turlari. İnsanlar nədən payda bo'lgan? İnsanlar Allah tarafidan yaratilgan. İnsanlar nima uchun yaratilgan? Allohga qulchilik qilish, ya'ni Allohning amriga uyg'un holda yashash uchun yaratilgan. Din degan nima? Din insonlarni ixtiyoriy holda baxt saodatlarga erishtiradigan ilohiy qonun bo'lib, Allohning payg'ambarlarga qilgan vahiylarida ifodasini topgan. Dinning manbai nima? Dinning manbai Allohdir. Allah insonlarni dinni e'tiqodga ehtiyojli qilib yaratgan. Ondan insonlarning bu ehtiyojini qondirish uchun dinni tushirib, payg'ambarlar orqali uni insonlarga o'rgatgan. Dunyodagi dinlar qancha turga bo'lindi? Dunyodagi dinlar haq din, o'zgartirilgan din va botil din deb 3ga bo'lindi. Haq din degan nima? U qaysi? Haq din Allah tarafidan payg'ambarlarning vositasi bilan kelgan va asli o'zgartmasdan davom qilgan din bo'lib, bu alayliga ega din birla islom dinidir. O'zgartirilgan din degan nima? Ular qaysilar? O'zgartirilgan din asli Allah tarafidan payg'ambar vositasi bilan kelgan bo'lsa-mu, keyincha insonlar tarafidan o'zgartirilib etilgan dinlardir. Masalan, Yahudi va Xristian dinlariga o'xshash. Yahudi dini degan qandoq din va Yahudlar kimlar? Yahudi dini Musa alayhisalomga Allah tarafidan kelgan din. Bu dinga e'tiqod qiladigan kishilar Yahudlar deyiladi. Ammo hozirgi Yahudi dini asli o'zgartirib etilgan dindir. Xristian dini degan qandoq din va xristianlar kimlar? Xristian dini İsa alayhisalomga Allah tarafidan kelgan din bo'lib, Nasari dini deb ataladi. Bu dinga e'tiqod qiladigan kishilar xristian yoki Nasara deyiladi. Ammo hozirgi xristian dini asli o'zgartirib etilgan dindir. Batil dinlar degan qandoq va ular qaysilar? Batil dinlar Allah tarafidan kelmagan, faqat insonlar tarafidan o'ydirib chiqarilgan dinlardir. Masalan, Budda, Hindi dinlariga o'xshash. E'tiqod jihatdan insonlar qanchaga bo'lindi? İnsanlar e'tiqod jihatdan mu'min, munofiq, kofir va mushrik deb 4ga bo'lindi.
Mühmin degan kimlar? Mühmin islom diniga chin qalbidan ishonib e'tiqod qiladigan. Bu e'tiqodni ochiq e'lon qilgan va islom dinining ko'rsatmalariga rioya qilgan holda yashashga tirishadigan kishilardir. Munofiq degan kimlar? Munofiqlar islom diniga ko'nglidan ishonmaydigan turib, o'zlarining musulmon qatoridan ekanligini so'zlaydigan ikki yuzli kishilardir. Munofiqlar Alloh taolaning nazarida kofirlardanmi yomon maxluqlardir. Zamonimizda musulmon qiyofatga kirib olgan oldimchilar buning misoli bo'ladi. Kafir degan kimlar? Kafir Allohga ishonmaydigan va uni ochiq so'zlaydigan yoki islomda iymon etish kerak bo'lgan e'tiqodga munosabatlik masalalardan birarsiga inkor qilganlardir. Masalan, Dahriylar hayot degan faqat dunyodagi hayotimizdir. O'limiz, tirilimiz, ya'ni tug'ilimiz faqat zamonning o'tishi bilan yo'q bo'lamiz deydiganlardir. Bu Jasiya surasining 24-oyati. Va zamondagi kommunistlar buning misolidir. Mushrik degan nima? Mushrik e'tiqodda yoki ibodatlarda boshqalarni Allohga sherik qilib qo'shib olg'uvchilardir. Masalan, butlarga, mazorlarga, atalmish avliyolarga cho'qinuvchilarga o'xshash. Bizning dinimiz qaysi din? Bizning dinimiz samoviy dinlarning eng oxirgisi bo'lgan islom dinidir. Islom dini va uning g'oyasi. Islom dini qandaq din? Islom dini Alloh taolo tarafidan farishta Jibrilning vasitasi bilan payg'ambarimiz Hazrati Muhammad alayhissalomga kelgan va asli hech o'zgartmasdan kelgan peti davom qilayotgan haq dindir. Islom dinining maqsadi nima? Islom dinining maqsadi va g'oyasi insonlarni bu dunyoda va oxiratda baxtga erishtirishdir. Islom dini kishilarni eng avval nimalarga buyuruydi? Islom dini kishilarni eng avval iymon, ibodat va axloqqa buyuruydi. Iymon degan nima? Iymon Alloh tarafidan Muhammad alayhissalomga bildirilgan haqiqatlarning rost ekanligiga chin ishonib qabul qilish va uni til bilan so'zlashdir. Iymonning asosiy prinsipi. Iymonning asosiy prinsipi nima? Iymonning asosiy prinsipi tuvandagi 6 haqiqatga chin ishonib e'tiqod qilishdan iborat. Birinchi, Allohning borligiga va birligiga chin ishonib e'tiqod qilish. Ikkinchi, Allohning payg'ambarlariga chin ishonib e'tiqod qilish. Uchinchi, Allohning farishlarining borligiga chin ishonib e'tiqod qilish. To'rtinchi, Allohning kitoblariga chin ishonib e'tiqod qilish. Beshinchi, qiyomat kunining bo'ldiganligiga chin ishonib e'tiqod qilish. Oltinchi, yaxshilik va yomonlik Allohning taqdiri bilan bo'ldiganligiga chin ishonib e'tiqod qilish. Qanday kishi haqiqiy mo'min va musulmon bo'la oladi? Iymonning yuqoridagi 6 prinsipiga, uningdan boshqa Qur'oni Karim va sahih, ya'ni ishonchlik hadislar orqali iymon keltirishga buyurilgan butun masalalarga chin ishonib iymon keltirgan va islom shariatida buyurilgan jami ahkomlarni qabul qilib amal qilgan kishi haqiqiy mo'min va musulmon bo'la oladi. Ibodat va uning turlari. Ibodat degan nima? Alloh taolo buyurgan bandachilik vazifamizni o'rindash va uning talab qilgani bo'yicha yashashdir. Ibodat nimalarni o'z ichiga oladi? Ibodat Alloh taolo va uning payg'ambari Muhammad alayhissalom yoqtiradigan va rozi bo'ladigan har qanday ish-harakat
gap so'z, to'g'ri niyatlarning hammasini o'z ichiga oladi. Masalan, har ishda adab axloqli bo'lish, o'qib bilim elish, namoz o'qish, Qur'on o'qish, ro'za tutish, zakot berish, haj umr qilish, ota-onani qadrlab, ularning xizmatini qilish, tuqqanlarni yo'qlab turish, ulardan kambag'allarning hol ahvolidan xabar elish, rost so'zlash, va'daga vafo qilish, qo'shnilarga yaxshi muomala qilish, yetimlarning beshini silash, butun ishlarda adolatlik, rostchil va haqqoniy bo'lish va boshqalar. Axloq degan nima? Axloq insonlarning ro'yida yerlashib, odatga aylanib qolgan qiliqlardir. Axloq qancha turlik bo'ladi? Axloq ikki turlik bo'ladi. Biri go'zal axloq, yana biri nachar axloq. Go'zal axloqning ahamiyati nima? Go'zal axloq imonning to'liqlamasi bo'lib, axloqsiz kishining imoni kamdir. Kalima tayba va uning ma'nosi. Kishilar islom diniga qanday kiradi? Kishilar islom diniga la ilaha illalloh Muhammadun Rasululloh degan kalima taybini ma'nosini bilib, uningga dili bilan ishinib, tili bilan iqror qilish orqali kiradi. Bu kalima taybining ma'nosi nima? Bu kalima taybining ma'nosi Allohdan boshqa ibodatga haqli bo'lgan haqiqiy iloh yo'q. Muhammad alayhissalom Allohning elchisi va barhaq payg'ambari deganlikdir. La ilaha illallahu degan shahodat so'zi nimani taqozo qiladi? La ilaha illallahu degan shahodat so'zi bir Alloh taolodan boshqa e'tiqod va ibodat qilinadigan haqiqiy iloh, ma'bud yo'q ekanligini yurakdan tasdiq qilib, e'tiqod qilish deganni taqozo qiladi. Muhammadun Rasululloh degan shahodat so'zi nimani taqozo qiladi? Muhammadun Rasululloh degan shahodat so'zi Muhammad alayhissalomning bildirganlarini, ya'ni Muhammad alayhissalomning bildirganlarini, bergan xabarlarini tasdiq qilib, ishonish, buyruqlarni ijro qilish, to'sqanlaridan yenish va ibodatni uning ko'rsatgani bo'yicha o'rindash qatorliqlarni taqozo qiladi. Islom dini boshqa dinlarga qanday qaraydi? Islom dini butun insoniyatning musulmon bo'lib, baxtli bo'lishini orzu qiladi albatta. Lekin kishilarni musulmon bo'lishga zo'rlamaydi. Boshqa dinlarni va u dinlarga mansub bo'lgan kishilarni kamsitmaydi, chetga qoqmaydi. Boshqa dindagilarning islom dinini va musulmonlarni kamsitmasligini, chetga qoqmasligini kutadi. İnsanın vazifesi. İnsan nima uchun yaratilgan? Koinotdagi shaylar ustida yaxshi o'ylanib, tafakkur qilgan kishi koinotdagi har qanday narsaning o'zining boshqasi uchun yaratilganligi va boshqasi uchun xizmat qilayotganligini ko'rdi. Masalan, suv yer zaminni yashartish uchun, zamin o'simliklarni chiqarish uchun, o'simliklar insonlar va hayvonotlarni oziqlantirish uchun, hayvonotlar insonlarning manfaati uchun umr surayotganligini va ular uchun xizmat qilayotganligini ko'ramiz. Undaqda inson nima uchun yaratilgan? İnsonning butun koinotdagilarning ulug'rog'i bo'lib yaratilganligi hurmatiga muvofiq. Aqlga uyg'un keladigan birdan-bir eng to'g'ri javob shuki, inson Alloh uchun, Allohni tonish, uningga e'tiqod va ibodat qilish va u rozi bo'ladigan tariqada hayot
kechirish uchun yaratilgan. Shu vajidan koinot va uningdagi barliq mavjudotlar faqat insonning manfaati uchun yaratilgan va uningga bo'ysundirib berilgan. Har qanday bir ijodkor o'zi ijod qilgan narsaning sirini, uni nima uchun ijod qilganligining sababini yaxshi bilgandek, barliq koinotning jumladan insonning ijodkori va yaratqusi bo'lgan Alloh taolo inson deb atalgan bu maxluqotni nima uchun yaratganligining sababini albatta yaxshi biladi. Alloh taolo nihoyat ixchamalda jinlarni va insonlarni faqat menga ibodat qilish uchun yaratdim. Bu Zariyat surasi 56-oyat. Ya'ni mening istegim bo'yicha men rozi bo'ladigan shaklda yashasin uchun yaratdim degan. İnson albatta koinotdagi shaylarning ulug'idir. İnson albatta koinotdagi shaylardan ulug'dir. O'zining tuvan darajada turadigan shaylar qandoqmi inson uchun iloh bo'la olsin. Shu insonlarning quyosh, ay, yulduz, o't, kala va boshqa maxluqotlarga, tabiat kuchlariga cho'qinishi o'zining insonlik hurmatini hayvonlik darajasiga tushirganligidir. Inson uchun Alloh taolodan boshqa e'tiqod va ibodat qilishga arzimaydi. Inson uchun Alloh taolodan boshqasi e'tiqod va ibodat qilishga arzimaydi. Odamning iymondan chiqaradigan omillar, iymon va islomdan chiqib ketishga sabab bo'ladigan omillar qaysilar? Iymon va islomdan chiqib ketishga sabab bo'ladigan omillar tuvandagilardan iborat. Birinchi, Allohga yoki islom diniga inkor qilish. Ikkinchi, Allohga sherik keltirish. Uchinchi, munofiqlik. Ya'ni og'izda musulmonligini so'zlab qo'yib, dilida ishonmaslik yoki uningga shak qilish. To'rtinchi, amal ibodatni yoki duoni maxluqotlardan birarsiga qilib, u orqali Allohga yetadi deb e'tiqod qilish. Beshinchi, kuffarlarning e'tiqodlariga va tutgan yo'llariga ko'ngildan rozilik bildirish. Oltinchidan, boshqalarning tutgan yo'llariga Muhammad alayhissalomning yo'lidan afzal ko'rish. Ya'ni boshqalarning tutgan yo'llarini Muhammad alayhissalomning yo'lidan afzal ko'rish. 7. Qur'on va sahih hadislar bilan sabit bo'lgan islom ahkomlarining birarsiga inkor qilish. 8. Muhammad alayhissalomning payg'ambarligini inkor qilish yoki uni masxar qilish. 9. Musulmonlarning ziniga kuffarlar bilan birlashish. 10. Boshqa qonunlarni islom shariatidan afzal ko'rish. 11. Sehrgarlik qilish yoki sehrga ishonish. 12. Islom ta'limotlaridan yuz o'rish yoki ularni masxar qilish. 13. Allohning kitobi va payg'ambar alayhissalomning sahih hadislari bo'yicha hukm qilishga qoyil bo'lmaslik yoki shariatni kamsitish yoki uni hozirgi zamonga moslashmaydi deyish. 14. Daxan, palchi, ramchilarning g'aybitidan so'zlagan so'zlariga ishonish. Payg'ambar alayhissalom kimki daxan, kohinlarning so'zlariga ishondikan, u Muhammadga, ya'ni menga kelgan dinga kafir bo'lgan bo'ladi deb ko'rsatgan. Bu İmam Ahmad rivoyati. 15. Allohning amr farmonlarini oshkor rad qilish yoki haqiqatga iqror qilib turib, uningga bo'ysunishdan bosh tortish.
Şeytanlarning atisi İblismi haqiqatni bilatdi va Allohni e'tirof qiladi. Biroq iblis takabburlikdan Allohning farmoniga oshkor qarshi chiqqanligi sababdan u kofirlardan bo'lib ketgan va Allohning rahmatidan mangulik o'g'langan. Alloh bu haqda mundaq deydi: O'z vaqtida farishtalarga odamga sajda qilinglar dedi. İblisdan boshqa hammasi sajda qildi. İblis sajda qilishdan bosh tortdi. Takabburlik qildi. U kofirlardan bo'lib ketdi. Baqara surasi 34-oyat. Yuqoridagi bayon qilingan kufrning turlaridan qaysi birini sodir qilgan kishi islom va iymondan chiqqan bo'ladi. Alloh taolo hammamizni iymonimizda mahkam qilsin. Amin. Bugungi o'qishlik mushada tamom bo'ldi. Davomini yana bir kunda davomlashtiramiz. Allohga omonat.